Tadbirkorlar murojaatlari bilan ishlash, ular faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish hamda qulay ishbilarmonlik muhitini yaratishda joylarda o'tkazilayotgan ommaviy qabullar o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Navoiy viloyati Soliq boshqarmasining Xatirchi va Navbahor tumanlarida o'tkazilgan sayyor qabul jarayonida ham ko'plab tadbirkorlarning murojaatlari hal etildi. Xatirchi tumanidagi tadbirkorlar ishtirokida bo'lib o'tgan ochiq muloqotda Prezidentimizning kichik va o'rta biznesni iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan tadbirkorlar uchun yaratilayotgan imtiyozlar xususida ma'lumot berildi. Muloqot davomida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchun soliqlarni hisoblashda kamaytiruvchi koeffitsiyentni qo'llash, yer toifasini o'zgartirish, yer soliq hisobotlarini tuzatishda amaliy ko'mak ko'rsatish kabi masalalarda tadbirkorlarning muammolari o'rganildi. Ochiq muloqotda bir qator tadbirkorlarni muammolari ko'rib chiqildi. Bizni ham muammolarimiz nazoratga olindi. Avval tadbirkor muammosini yugurib hal qilsa, hozirgi kunda mutasaddilar tomonidan kelib, tadbirkorga qanaqa yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, yordam qilyapti. Xuddi ana shunday ommaviy qabul Navbahor tumanidagi tadbirkorlar bilan ham o'tkazildi. Uchrashuvda ishbilarmonlarning noto'g'ri kirim qilingan nazorat kassa texnikasi chekini tahrirlash, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish uchun kredit ajratishda amaliy yordam ko'rsatish, hisobotlarni taqdim etish muddatining buzilganligi sababli qo'llanilgan ma'muriy jarimani qayta ko'rib chiqish, qo'shimcha qiymat solig'i to'lovidan hosil bo'lgan ortiqcha summani qaytarishda amaliy yordam ko'rsatish kabi murojaatlar ko'rib chiqildi. Paxta terim kombaynini olganmiz. Ikkita shu bo'yicha NDSlarni qaytarish bo'yicha ariza bergandik. O'shaning bir qismi 300 million qaytarib berilgan edi. Bitta ikkita uskunalarimiz Samarqand viloyatida turgani uchun ular xat qilib berdi. Ular o'rganib chiqildi. Soliq boshlig'iga uchrashdik. Ular bizani muammolarimizni o'rganib ko'rdilar va ariza topshirganmiz. Nasib bo'lsa, shu arizalarimizni ijobiy hal qilishga va'da berdilar. Viloyat soliq boshqarmasi mas'ullari tomonidan 2 kun davomida tashkil etilgan ochiq muloqotlarda tadbirkorlarning 20 ga yaqin murojaatlari o'rganildi. Ularning aksariyati joyida qanoatlantirilib, ayrimlariga huquqiy maslahat va muddat talab qiluvchi masalalar nazoratga olindi.